Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qandaysizlar? Jamoat do'stlarim, omansizlarmi? Mana Muhammadiy mechiti Qo'shab ayoli Qirg'iziston O'sh oblastida. Bugun so'pxonaga jit kabi olib keldim. Pochtadan olib kelib, buni urib o'taman hozir. Bunday qilib o'xshatar ekan. Yaxshilab ekan. O'sha so'pxonaga olib ko'raylikchi agar yaxshi chiqsa mumkin mechitga lozim Xudoy buyursa. Muhammad, mana tushib o'tar yaxshi. Ha? Bu o'sha rastvorga uyutib ele, suvga uyutib ele uraverayotganda. Mana olib turib ele buni. O'ta ravnomerno qilib buni mesi yaxshi ekan, shuab turib ele ursa bo'laverayotganda. Shpaklovka avval uraverayotgansiga. Onun kreye barcı oğlu özünde değer ekende. Biz daha bilmeyi yetenek. Ustası layın desen akça yok. Alıp meşitke desen erkimdelik geliyor etken. Kızda bir makal var, oylagan kışlagan turmuş yegipti. Buna kışlagan turmuş yegip özüm kılıp tamam amanda kılıp buna araştırıp alıverelim. Bugün 28 sentyabr 2020 yıl. Meşitler bitip kalsa kendimizler açılışına. Bol da. Assalamu alaikum.